Uyg'ur harakatining mas'uli Roshan Abbos va Uyg'ur tadqiqot markazining mas'uli Abdulhakim Idris Xitoyning sistemalik irqiy qirg'inchiligiga uchragan Uyg'urlarning ovozini anglatish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvaga ishxonasida bir qator faoliyatlarni olib bordi. Roshan Abbos Janva kishilik huquq va demokratiya boshliqlar yig'inida qilgan so'zida bugun men suyimlik singlimning erkinligi badaliga kurash qilyapman. Xitoyning insoniyatga qarshi urushi aniq. Bu bir ayollarga qarshi urush, bolalarga qarshi urush, fikr, demokratiya va insoniy qimmat qarshiga urush. Vaholanki, dunyoning ko'pinchisi sukutda turadi. Xitoy muvaffaqiyatli holda xalqarodagi irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlariga qarshi ayblashni jimoqtirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarang. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bacheletning Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risidagi dokladni e'lon qilishiga chaqirdik. Ajabo Beijing uni kontrol qilamdi deb xitob qildi. Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Wendy Sherman Avam palatasida o'tkazilgan va Amerikaning Hind-Tinch okean siyosiy muzokara qilingan yig'inda Beijing hukumatini Ukraina va Tayvan haqida ogohlantirdi. Sherman, agar Xitoy Rossiyaga Ukraina urushiga yordam qilsa, Moskvaga o'xshash jazoga uchraydi dedi. Sherman yana Xitoyning Tayvanga tutgan qadamlarini yaqindan kuzatadiganligini ta'kidladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika parlamentiga F-16 tipli aeroplanlarning Turkiyaga setilishi to'g'risida tavsiya xati avatib, F-16ning setilishi Amerikaning manfaatiga mos keladi hamda Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining uzun muddatli planiga xizmat qiladi dedi. Turkiya o'tgan yilning oxirgi oylarida Amerikadan 40 dona F-16 tipli aeroplan setilishini iltimos qilgan bo'lib, beba parlament tasdiqlashi kerak. Hamdullah Vali va Nur Muhammad Rozi ismli ikki Uyg'urni tutqun qilib, Xitoyga o'tkazib berishga tayyorlik qilayotgan Saudiya Arabiston hukumatı o'tgan hafta Makkada o'ltirishliq bir Uyg'ur ayol bilan uning 13 yoshli qizini tutqun qilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining 4-aprel e'lon qilgan bu haqdagi jiddiy chaqiriqda Buxalcham abla va uning 13 yoshli qizining 31-mart payshanba kuni Makkada tutqun qilinib, musofirlarni qaytarish markaziga qamalganligini bildirgan. Xitoyda Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilarning ko'payishi ko'chma harakatni cheklab, iste'molchilarning ehtiyojini bo'g'ib qo'yganlikdan Xitoyning mulozimat kasbi setib olish ko'rsatkichi martda 2 yildan buyongi eng to'van nuqtaga tushib qoldi. 3-oyda Xitoydagi mulozimat setib olish boshqarish ko'rsatkichi 42 ga tushib qoldi. Amerika eng yangi bir qator embargolar bilan Rossiya banklari va sarxillarni qaytadan nishonladi. Bu embargolarda Amerikaning Rossiyaga mablag' selish cheklandi. Amerika yana Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ikki cho'ng qizi, tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning ayoli va qizi va Rossiya bexatarlik kengashining a'zolariga jazo yurgizganligini e'lon qildi.